Assalomu alaykum, hurmatli avtomobil ishqibozlari va yo'l sultonlari. Bugun siz bilan ko'pchilikka tanish, lekin yangi qiyofada qaytgan haqiqiy ishchi ot, lekin endi VIP darajadagi zamonaviy ko'rinishda, yangi Suzuki Tari 2025 haqida gaplashamiz. Ha, bu siz bilgan eski yuk mashinasi emas, bu esa butunlay yangi, zamon bilan hamnafas, jozibali va shunchaki voy, bu Tarimi dediradigan darajada o'zgarib ketgan model. Avvalo, dizayndan boshlaylik. Tanasi endi katta va keng, lekin shunday silliq chizgilarga egaki, go'yo muhandislar unga aerodinamik sehr qo'llashgandek. Yaltirab turgan krem rangli kuzov quyosh nurida shunchalik chiroyli jilolanadiki, atrofdagilar ko'zlarini uzolmay qolishadi. Old panjarasi katta, unda Suzuki logosi markazda gurur bilan porlab turadi. LED faralar esa orqangizdan kelayotgan mashinalarga "Yo'l ber, men zamonaviyman" deganday ko'rinadi. Orqa tomonda esa ozgacha zamonaviylik, yassi va uzaytirilgan orqa chiroqlar, ikki tomonlama to'rtburchak chiqaruv tizimi, e-host va albatta past suspenziya, go'yo mashina polga tegay deganday. Endi esa ichkariga kiramiz. Tari endi shunchaki yuk tashuvchi emas, bu mini biznes klass saloni. Yumshoq charm o'rindiqlar, ikki rangli interyer dizayni, LED yoritish tizimi, raqamli panel va sensorli multimedia ekrani bilan sizni haqiqiy qulaylik olamiga olib kiradi. Rulda turgan Suzuki logosi sizga ishonchni his et deganday, dvigatel esa jim, lekin kuchli ovozda ishlaydi. Harakatda Tari o'zini nihoyatda chaqqon tutadi. Kichik ko'rinishiga qaramay, u yo'lni shunday egallaydiki, siz men yuk mashinasi minib yurayapmanmi yoki sport sedanmi deb hayron qolasiz. Yonilgi tejamkorligi esa alohida maqtovga loyiq. 1 litr benzin bilan u sizni yarim shahar aylanib chiqadi. Bu degani sizning ham cho'ntagingiz, ham tabiat tinch bo'ladi. Qiziq tomoni, Tari hozir nafaqat ish uchun, balki oilaviy sayohatlar uchun ham mos. Orqa joyida bolalar uchun joy yetarli, bagaj esa shunchalik kattaki, go'yo yarimdok. Assalomu alaykum, hurmatli avtomobil ishqibozlari va yo'l sultonlari. Bugun siz bilan ko'pchilikka tanish, lekin yangi qiyofada qaytgan haqiqiy ishchi ot, lekin endi VIP darajadagi zamonaviy ko'rinishda, yangi Suzuki Tari 2025 haqida gaplashamiz. Ha, bu siz